institutining loyiha ishi. Shumbola nomli asarning muallifi Xudoyberdi To'xtaboyev bu o'zbek bolalar adabiyotidagi eng mashhur asarlardan biridir. Asar buzashli, kulgili va o'qish uchun juda qiziqarli. Unda bolalikning sho'xligi, samimiyligi va orzulari aks etilgan. Asarning bosh qahramoni ismli sho'x va aqlli bola, u ko'zlar kuzatishlarga duch keladi, lekin har doim adolat tarafga bo'ladi. Qoravoyning qilmishlari kulgili bo'lsa ham, unda halollik va mehr seziladi. U orqali yozuvchi bolalarga yaxshilik tashkil qiladi. Sadoqat va halollik asosiy mavzularida sifatida tasvirlangan. Qoravoy do'stlariga yordam beradi, ularni hech qachon qoldirmaydi. Yozuvchi bolalar o'rtasidagi mehrni va hayotda bo'lgan qiziqishni ko'rsatadi. Asar bolalarni mehribon va qiziq bo'lishga undaydi. Asar buzashlarga yozilgan va uni o'ylab, kulgili voqealar mavjud. Qoravoyning sho'xliklari ba'zan kulgili, ba'zan o'ylantiruvchi bo'ladi. Muallif bolalar hayotini tabiiy hayotiy tarzda tasvirlagan. Bu asar o'quvchini zeriktirmay, quvontiradi. Asar qahramonning asosida filmni yaratgan. Kitob va film bolalar orasida juda mashhur bo'lib qolgan. Unda nafaqat kulgu, balki hayotiy saboqlar ham bor. Asar o'quvchilarni halollikka va adolatga o'rgatadi. Yozuvchi Xudoyberdi To'xtaboyev 1932-yilda Andijonda tug'ilgan. U o'zbek bolalar adabiyotidagi eng mashhur yozuvchilardan biridir. Uning mashhur asarlari Zarar devrimida, Sehrli qalpoqcha va Besh bolalik kabi. U har doim bolalarga odobli va azoli bo'lishni o'rgatadi. Bu asarlarda hafiz va qulluqlik ko'payadi. Bu bolalarni orzu qilishda, do'stlikni qadrlashga va mehribon bo'lishga o'rgatadi. Shu bolada ham bolalikning behuquq dunyosi chiroyli tasvirlangan. Bu asar o'quvchini o'ylantiradi va kuldiradi. Oddiy roman va tushunarli. Unda o'zbek xalqining qadriyatlari, mehr, halollik va do'stlik aks etgan. Qoravoy obrazi orqali muallif bolalarni yaxshi inson bo'lishiga chorlaydi. Asar juda ham zavqli, ammo chuqur ma'noga ega bo'lgan asardir. Shuning uchun har bir bolaga uni o'qishni tavsiya etaman. Shumbola nomli asarning muallifi Batman.